Assalomu alaykum azizlar. Demak, 4000 Essential English Words degan kitobimizni birinchi qismidan boshlab ketamiz. O'rganib, lug'atlarni tushuntirib, keyin matnini tarjima qilib berib ketaman. So'zlarni to'g'ri o'rganib ketamiz. Bu qisqacha ma'lumot berib ketaman. Kanada ingliz tilida yozilgan bu. So'zlari boshqalardan farq qilib qolishi mumkin. Qo'limizdan kelgancha ko'rib ketamiz. Britaniyada qanaqa bo'ladi, boshqa. Hop, 20 ta mavzu bor. Demak, har bitta videoda ikkitadan mavzular ko'rib ketamiz. Demak, har bitta kitobda 600 tadan so'z bor ekan. Hop. Ho'kiz, o'shani ko'rib chiqamiz hozir. Hop, demak, 20 ta unit bo'lsa, bir boshdan ko'rib chiqamiz. Unitlar nechta ekan? 30 ta unit ekan bitta kitobda. Hop, Paul Nation degan inson yozgan ekan. Applied amaliy tilshunoslik degan universitetda professor ekan, Victoria universiteti, Yangi Zelandiyada. Yangi Zelandiya ekan, sorry. He has taught in Indoneziyada, Tailandda, AQShda, Finlandiya, Yaponiyada dars bergan ekan. Til o'qitish metodikasi va lug'at o'rganishga qiziqar ekan. Hop, boshladik demak. Afraid qo'rqqan, agree rozi bo'lmoq. Woman was afraid of what she saw. Ko'rgan narsasidan qo'rqib ketdi. The food is very good in the restaurant. Ovqat yaxshi edi restorandagi. I agree with you. Men sen bilan qo'shilaman. Senga qo'shilaman. Angry, jahli chiqqan. She didn't do her homework, so her father is angry. U vazifasini qilmadi, shuning uchun dadasi jahli chiqdi. Arrive, yetib kelmoq. To arrive is to get to or reach some place. The bus always arrives at the corner of my street at 4. Ko'chamning burchagiga soat 4 da yetib keladi doim avtobus deyapti. Attack, hujum qilmoq. Man with a sword attack the other man first. Sword o'qiladi buni, sword o'qimanglar. Qilichli kishi boshqa odamga birinchi nima qildi? Hujum qildi. The bottom is the lowest part. Bottom degani eng pastki qismi degan. Bottom of my shoe has a hole in it. Hop, o'qib turgan paytda, o'rganib turgan paytda agar ingliz tili sal tushunarli bo'lgan bo'lsa, iloji bo'lsa definition bilan o'qib ketishga harakat qilinglar. O'zbekchasini yozolmasligimiz kerak. Sababi inglizcha o'rgansak bizga nihoyatda ingliz tilimizga foyda. For example, what is bottom desa, well, bottom is the lowest part. When someone is shunaqa javob berib ketsa bo'ladi. When someone is clever, they can solve a hard puzzle or problem. Aqlli degani. Clever boy thought of a good idea. When someone is cruel, shafqatsiz degani. They do bad things to hurt others. The cruel man yelled at his sister. He finally crossed the finish line after 5 hours of running. Va nihoyat finish chizig'ini kesib o'tdi 5 soat yugurishdan keyin. Hide degani yashirmoq. The other children will hide while you count 100. 100 gacha sanaguncha qolganlar yashaveradi. Hide teri degan ma'nosi ham bor. Hayvon terisini hide deydi. Hop, keyingisi hunt. Hunt degani ovlamoq degani. Hop. Long ago people hunted with bows and arrows. Uzoq oldin odamlar kamonlar va nimalar bilan, arrow degani bow degani mana kamon otadigan katta o'zagi bo'ladi. Arrow degani o'q. Kamonlar o'qlar bilan, yoylar bilan nima qilingan, ovlagan, o'qilgan. Hunt o'qilma. A lot ko'p degani. There are a lot of apples in the basket. Savatda ko'p olmalar bor edi. Middle degani o'rtasi degani. Hop. Canadian flag has a maple leaf in the middle of it. Maple daraxtining, ya'ni chinorning belgisi nimasi bor? Bargining belgisi, bargi bor deyapti. Uning o'rtasida. Moment degani lahza degani, soniya degani. Juda qisqa vaqt ma'nosida ketadi. I was only a few moments late for the meeting. Faqatgina bir necha soniyalar, lahzalar kech qoldim. Pleased, mamnun degani. She was pleased with the phone call she received. U qabul qilib olgan telefon qo'ng'irog'idan mamnun bo'ldi. Promise degan va'da bermoq. He promised to turn my key by tomorrow. U va'da berdi meni kalitimni ertagacha qaytarishga. Reply degani javob qaytarmoq degani. Birorta xatga yoki birorta savolga bo'lishi mumkin. Birortasiga javob bermoq. She asked him what time his meeting was.
She replied, it's free. U so'radi qaysi vaqtda uni yig'ilishi bo'lganini. U javob berdi, soat 3 da deb. Safe, xavfsiz degani. Put on your seat belt in the car to be safe. Seat beltingizni joyiga nima qiling, qadab oling. Put on degani kiymoq, qadamoq degani. Mashinadagi seat belt, ya'ni kamarni qadab oling, xavfsiz bo'lish uchun. Trick degani aldamoq degani yoki hiyla degan ma'noda keladi. Yoki trick, his card trick really surprised us. Uni kartadagi finti, ya'ni fint bizda shunaqa deymiz. Kartadagi o'sha triki bizni hayron qoldirdi. Well degani yaxshi degani. Couple can dance quite well. Juda ham yaxshi tushadi. Quite degani anchagina, juda ham degan ma'noda ketadi. Butunlay degan. Hop, juftliklar yaxshi raqsga tushdi. Anchagina tusha oladi. Hop, matnni qaraymiz endi. Bularni endi o'zimiz bajarib qo'ysak bo'ladi, tarjima qilib. Lion and the rabbit. Sher va quyon. Cruel lion lived in the forest. Shafqatsiz sher o'rmonda yashardi. Every day he killed and ate a lot of animals. Other animals were afraid the lion would kill them all. Har kuni u o'ldirardi va ko'p hayvonlarni yerdi. Qolgan hayvonlar qo'rqardi, sher ularni hammasini o'ldiradi deb. Animals told the lion. Hayvonlar sherga aytibdi. Let's make a deal. Shartnoma tuzamiz. Deal degani shartnoma. Ish degan ma'nosi bor. If you promise to eat only one animal each day, then one of us will come to you every day. Agar sen va'da bersang, bittamizni har kuni bir kunda yeyishni, each day degan har bir kunda, then one of us, hammamizdan bittamiz senga kelamiz har kuni. Then you don't have to hunt and kill us. Keyin senga shart bo'lmaydi. Don't have to degani shart bo'lmaydi. Zarurat qoldirmaydi degan. Bu yerda have endi hali o'tmagan bo'lsa bor deb tarjima qilamiz bu yerda. Have to degani bajarish shart. Don't have to shart emas degan. Bizni ovlashing, o'ldirishing shart bo'lmaydi deyapti. Plan sounded well thought out to the lion, so he agreed. But he also said, if you don't come every day, I promise to kill all of you the next day. Reja juda zo'r eshitildi. Well thought out degani yaxshi o'ylab chiqilgan degani. Thought out. Shunaqa tuyuldi. Sherga u rozi bo'ldi va aytdiki, shuningdek aytdi, agar sen kelmasang har kuni, kelmasalaring deyapti, men va'da beraman hammangizni o'ldirishga keyingi kuni deyapti. Each day after that, har kuni o'sha kundan keyin one animal went to the lion so that the lion could eat it. Har kuni o'shandan keyin bitta hayvon sherga bordi. So'z aytgan uchun maqsadlar deb tarjima qilamiz. Bo'lishli gaplarda keyin kod bilan keladi. Shuning uchun bas bu yerda. Sher so'z bilan keladi. Sher ularni yeyish uchun bitta hayvon har kuni sherga bordi. Keyin hamma hayvonlar xavfsiz bo'ldi. Va nihoyat it was the rabbit's turn to go to the lion. Quyonning navbati edi sherga borishni. Rabbit went very slowly that day, so the lion was angry when the rabbit finally arrived. Quyon went slowly degan juda ham sekin bordi. Go o'tgan zamon went bo'ladi. O'sha kunda shuning uchun sher juda ham jahli chiqdi qachonki quyon va nihoyat yetib kelganda. Lion angrily asked. Sher jahli chiqib so'radi. Why are you late? Nima kech qolding? I was hiding from another lion in the forest. Men boshqa hayvon nimadan? Sherdan yashirinayotgandim o'rmondagi. That lion said he was the king, so I was afraid. U sher aytdiki, men qirolman deb aytdi. Shuning uchun men qo'rqib ketdim. Lion told the rabbit, I'm the only king here. Take me to that other lion and I will kill him. Sher aytibdi quyonga, men faqatgina yolg'iz qirolman. O'sha boshqa sherni oldiga bor, men uni o'ldiraman. Kill degani o'ldirmoq degani. The rabbit replied. Quyon javob berdi. I will be happy to show you where he lives. Xursand bo'laman ko'rsatishdan u qayerda yashashini. Rabbit led the lion to an old well in the middle of the forest. Quyon leadda o'tgan zamon led bo'ladi, boshlab bordi sherni eski quduqqa, o'rmonning o'rtasidagi. The well was very deep with water at the bottom. Quduq chuqur edi, tagida suv bor edi. Tagidagi suv bilan chuqur edi. Rabbit told the lion. Quyon sherga aytdi. Look in there, the lion lives at the bottom. Qara uni yerga, sher pastda yashaydi. When the lion looked in the well,
he could see his own face in the water. Qachonki sher nimani ko'rganda, quduqni ko'rganda, he could see his own face in the water. O'zini yuzini ko'rdi. He thought that was the other line. O'yladiki bu boshqa she'r deb o'yladi. Without waiting another moment. Without degani shunday qilmasdan degani. Without dan keyin o'sha predlog bo'lgancha ancha keladi. Biror lahza ham kutib o'tirmasdan she'r jumped into the well to attack the other line. She'r sakradi quduqqa, boshqa hayvonga, boshqa she'rga hujum qilish uchun. He never came out. Hech qachon qaytib chiqmadi. All of the animals in the forest were very pleased with the rabbit's clever trick. Boshqa hayvonlarning hammasi, o'rmondagi hayvonlarning barchasi juda ham mamnun bo'ldi quyonning aqlli hiylasidan deyapti. Xo'p, demak, what is this story about? Bu hikoya nima haqida? Qanday qilib aldagan haqida bo'ladi endi. Xo'p, keyingisi. What did all the animals say to the lion? Nima dedi? Hammasini ular aytishdiki, ularni ruxsat beradi har kunni bittadan yeyishga ularni. Javob bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Why did the rabbit take the lion to the well in the middle of the forest? Nimaga o'rmonning o'rtasidagi quduqqa bordi? Nima qilish uchun? Sher boshqa nimani hujum qilish uchun. Other lion deb qo'sh tirnoqni ichiga berib qo'yishning sababi bu ham bitta ma'lumot olib ketadi. Qo'sh tirnoqni ichiga aslida haqiqiy bo'lmagan narsalar yoki bo'lmasam kinoyalar, kesatiqlar berilib ketiladi. Other lion deb turib yolg'on takam she'r demoqchi bitta, boshqa bitta she'r deb turib yolg'on takam she'rni hujum qilish uchun olib bordi demoqchi bitta. 4-inchisi, which of the following is true at the end of the story? Qaysini to'g'ri deyapti. Hop, lion finally dies. Sher xullas va nihoyat o'libdi. What did the lion see when it looked in the well? Nimani ko'ribdi? The other lion, boshqa sherni. Yoki o'zini soyasini ko'rdi. His own face ekan bitta. He could see his own face in the water. Nima javob? He could see his own face bilan. Demak, ikkinchi mavzuga o'tamiz ekan. Adventure degani, demak lug'atlarni ko'rib chiqamiz. Adventure sayohat. Riding in the rough water was an adventure. Rough degani dag'al degani. Bunaqa tekst bo'lmagan, haligi juda ham shashqator deymi, nima deydi? Shunaqa suvda minish, ya'ni qayiq minish, bu adventure, ya'ni qanaqadir sayohat degan. Maroqli, ya'ni hayajonga soluvchi kechinma yoki narsa deyapti. Approach degani yaqinlashmoq degani, yondashuv degan ma'nosi ham bor. The boy approached his school. Bola maktabga yaqinlashdi. Carefully, ehtiyotkor degani. The baby carefully climbed down the stairs. Bola ehtiyotkorlik bilan nimadan? Zinalardan tushdi. Chemical degani kimyoviy degani. Scientist mixed the chemicals. Olim kimyoviy moddalarni aralashtirdi. Create yaratmoq degani. She created an igloo from blocks of snow. Igloo degani mana bu qordan qilingan uyda igloo deydi. U igloo yaratdi. Qorli nimadan? Block of snow degani qorli bloklardan, ya'ni g'ishtlardan. Evil describes something or someone something bad or cruel. Evil degani razil degani. Yovuz degani. Evil figure scared us all. Yovuz nima? Figure degani figura, ya'ni figura deb tarjima qilamiz. Sharpa degan bo'laveradi. Yovuz sharpa bizni qo'rqitib yubordi. Experiment tajriba. Test degan. Student did an experiment in science class. Talabalar science classda tajriba o'tkazishdi. Hop. Keyingisi o'ldirmoq, kill degani. I killed the fly with a fly swatter. Fly swatter degani endi bu pashsha o'ldirgich bilan o'ldirdim deyapti. Hop, ajoyib so'z ekan, fly swatter. Laboratory is a room where scientists work. My mom works in a laboratory. Bu tushunarli va laboratoriya. The sound of the laugh degani kulgu degan. Sound of their laugh filled the room. Ularning nimasi, kulgusi xonani to'ldirdi. Loud degani baland.
The man's voice was so loud that we all could hear him. Hammamiz uni eshitardik, baland edi, shunaqangi baland ediki, natijada biz hammamiz eshitardik. Mana bu yerda ham so'zat kelyapti. Natijada tarjima qilamiz. Natijada biz eshitardik. Can could bo'lishli gaplarda will not would not bo'lishsiz inkor gaplarda ishlatamiz. Nervous asabiy degan. The boy becomes nervous when he hears the news. Yangilikni eshitgandan keyin bola asabiylashadi. Ya'ni kelajakda nima bo'lishi haqida o'ylab asabiylashadi. Imtihondan oldin asabiylashadi, misol uchun nima bo'lar ekan, o'tamanmi, o'tmaymanmikan degan ma'noda. Bu haligigacha bizda jahl chiqish ma'nosida bas. Tashvishga tushish ma'nosida. Noise degan shovqin. Crying baby made a loud noise. His crying baby degan yig'layotgan chaqaloq baland ovoz chiqardi. His project degan loyiha degani. His afternoon work project was to paint the room green. Uni maktabdan keyingi ishdan keyingi abitdan keyingi ish loyihasi xonani greenga bo'yash, ya'ni yashilga bo'yash edi. Scare degani qo'rqitmoq degani. My uncle was scared by what he saw in the room. Mening amakim qo'rqib ketdi. What the narsa deb tarjima qilamiz. U ko'rgan narsasidan xonada ko'rgan narsasidan qo'rqib ketdi. Secret degani sir degani. The two boys were sharing a secret. Ikkita bola bir-biri bilan sir almashayotgan edi. Shout degan baqirmoq. To shout is to say something loudly. Baland ovozda aytmoq deyapti. Both shouted at me because I was late to work. At bilan keladi, birortasiga jahl bilan baqirmoq. Agar shunchaki baqirmoq bo'lsa, shouted to bo'ladi. Eshitsin deb baqirmoq bo'lsa, misol uchun u menga uzoqdan turib baqirdi bo'lsa, shouted to me bo'ladi. Et bo'lsa jahl bilan baqirish bo'ladi. Hop. Keyingisi smell degani hidlamoq degani, hid taratmoq degan ma'nosi ham bor. Bu yerda hidlamoq. Ikkita do'st gulni hidlashdi xullas. The way he treated his classmate was terrible. Terrible degan juda yomon. Treat degan so'zimiz ham bor ekan, munosabatda bo'lmoq degan. U sinfdoshiga muomala qilish yo'li juda ham yomon edi deyapti. Worse degani yomonroq. Business was worse this month than the last month. Than bilan keladi, ga taqqoslaganda degani yoki ga qaragan. O'tgan oydan ko'ra biznes bu oyda yomonroq edi. Hop, ikkinchi matnimiz ekan demak. The next matnimiz laboratoriya. Hop. Miyas hozir Miyaning dadasi laboratoriyasi bor edi. Hop, but she had no idea what was in it. Lekin umuman tushunchasi yo'q edi ichida nima borligini. Her dad always closed and locked the door when he went in. Doim dadasi yopib qo'yardi va eshikni qulflab qo'yardi qachonki ichkariga kirganida. She knew that he used it to do projects for work. U loyihani u bilardiki, u uni loyiha bajarish uchun ishlatardi, ish uchun loyihaga. He never told Mia what these projects were. U hech qachon aytmagan Miyaga u loyihalar nimaligini. Bir kuni Mia eshikka yaqinlashdi, laboratoriya eshigiga yaqinlashdi. She stopped and thought. U to'xtadi va o'yladi. I wonder what crazy experiment he is doing now. U qanday qilib nimada crazy experiment degani g'alati, aqldan ozgan degani, shunaqa nima qilyapti ekan? Eksperiment bajaryapti ekan. Qiziq deyapti. Kutilmaganda she heard the loud noise. Baland ovoz eshitildi. Sounded like an evil laugh. U razil yovuz ovozga tuyuldi. Noise scared her. Shovqin uni qo'rqitib oldi. So she walked quickly back to her room. Shuning uchun u tezda yurib bordi uning xonasiga. U xonasiga yurib bordi. The next night, keyingi kun kechqurun uning do'sti Liz uyga keldi. Qachonki Liz yetib kelganda Mia bir kun oldingi bu kun haqida aytib berdi. Avvalgi tun haqida aytib berdi. Oh, it was terrible, she said. O juda yomon ekan, qo'rqinchli, u aytibdi. Why don't we see what's in there? Nimaga borib ko'rmaymiz nimadaligini deb aytibdi Liz. It will be a fun adventure. Juda ham qiziqarli ish bo'ladi deyapti. Mia felt nervous, asabiylashdi about going into her father's laboratory, but she agreed. Asabiylashibdi laboratoriyasiga kirishga, lekin rozi bo'libdi. Hop, keyingisi
Xo'p. As always, doimgidek the door was locked. Eshik yopiq edi. They waited until Mia's father left the laboratory to eat dinner. Ular kutib turibdigan Mianing dadasi laboratoriyani jo'nab ketishini, nima yeyish uchun, kechki ovqat yeyish uchun. U didn't lock the door. Eshikni qulflamadi. Liza aytibdi, ketdik debdi. Laboratory was dark. Laboratoriya qorong'i edi. The girls walked down the stairs carefully. Mia smelled strange chemicals. What terrible thing was her father creating? Qizlar sekingina ehtiyotkorlik bilan zinadan pastga tushibdi. Mia g'alati kimyoviy moddalarni hidlabdi. What terrible thing was her father creating? Qanday yomon narsani yaratib turgan bo'lishi mumkin deyapti. Kutilmaganda they heard a new laugh. Ular yovuz kulgini eshitdi. It was even worse than the one Mia heard the night before. U yana ham yomonroq edi. Zvon degani o'sha bittasi deb turib, bu nimaga laugh degan so'z o'rniga ishlatilyapti. Ya'ni Mia bir kun oldin eshitgan kulgudan ham ko'ra yomonroq edi deyapti. Ha deb laugh deb takrorlab ketmaslik uchun one degan so'zda almashib ketishi mumkin. Ko'pligi once bilan. Keyingisi. Xo'p. What if monster was going to kill me? Nima bo'ladi agar monster bizni o'ldirmoqchi bo'lgan bo'lsa deyapti. What if degani nima bo'ladi agar degan ma'noda ketadi. Mia had to do something. Mia nimadir qilish kerak edi. She shouted for help. Yordamga chaqirdi. Mia's father ran into the room and turned on the lights. Mianing dadasi xonaga yugurib keldi va chiroqlarni yoqishdi. Oh no, aytibdi. You must have learned my secret. Meni sirimni bilib qolgan bo'lsang kerak. Must have done degani shunday bo'lsa kerak degan ma'noda ketadi. Bu ham yuqori grammatikada o'tamiz, xudo xolasa. Shunday bo'lgan bo'lsa kerak. Your monster tried to kill us. Sizning maxluqingiz meni o'ldirishga harakat qildi deb aytdi. Monster, he asked. You mean this? You mean this degan ma'no anglatmoq degani. You mean this degan ma'noni aytyapsanmi degan. Monster, maxluq, mana buni aytyapsanmi dedi dadasi. He had a pretty doll in his hands. Uni qo'lida chiroyli qo'g'irchoq bor edi. Doll laughed. Qo'g'irchoq kuldi. Laugh didn't sound so evil anymore. Kulgi bunaqangi yomon, yovuz eshitilmadi bundan buyog'iga deyapti. I made this for your birthday. I wanted to give it to you then, but you can have it now. I hope you like it. Men buni seni tug'ilgan kuning uchun yasagan edim. Men uni seni o'sha paytda bermoqchi edim, lekin sen olishing mumkin. Yoqtirding degan umiddaman. Xo'p, what is this story about? Story nima haqida? Mana bu bo'ladi. The girl who gets nervous, asabiylashgan qiz haqida laboratoriyada nima borligini. What scares Mia when he approaches the door? Nima qo'rqitib yubordi Miyani u eshikka yaqinlashgan paytda? Loud noise bo'lyapti, baland ovoz. Mia bo'yicha qaysinisi haqiqat? Uni hali tug'ilgan kuni kelmagan. Nima haqida ishlayap turganda, tug'ilgan kuniga beryap turgan nima haqida, do'l haqida ishlayap turgani deyapti. Dadasi nima haqida ishlayap turgani, qanaqa loyiha haqida ishlayap turgani deyapti. Qachon bordi deyapti. When did Mia and Liz go into the laboratory? When his father went to eat dinner. Kechki ovqatni ishga borganda borgan edi. Xo'p, demak shu birinchi, ikkinchi nimamiz unitimiz shu edi. Qolganlarni xudo xolasa tashlab boraman. Sizlar tarjima qilib ketishingiz kerak keyingi unitlarda va keyin tekshirib olishingiz mumkin.